Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. O'zbekiston milliy terma jamoasi yetakchilari Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev Istanbul Başakşehir safida 2025-yilning so'nggi o'yinini ham yuqori saviyada o'tkazdi. Superliganing 17-turida to'g'ri kelgan bu uchrashuvda İstanbulliklar o'z maydonida musobaqa jadvalida 7-pog'onada borayotgan Gaziantep jamoasini qabul qilib, yirik hisobda zafar quchdi. Uchrashuvning 21-daqiqasida Eldor Shomurodov bir nechta himoyachining orasida turganiga qaramay, aniq zarba bilan hisobni ochdi. Oradan 5 daqiqa o'tib, raqib futbolchisi Drissa Kamara hisobni tenglashtirdi. Biroq mezbonlarning xursandchiligi uzoqqa cho'zilmadi. 29-daqiqada Abbosbek Fayzullayev o'zini ko'rsatdi. Himoyachilardan chaqqon harakat qilib, to'pga birinchi yetib kelgan 22 yoshli hujumkor futbolchimiz murakkab zarba bilan gol urib, hisobdagi farqni yanada oshirdi. O'yinning ikkinchi yarmida Gaziantep vakili Istanbul Başakşehir hujumini qaytarishda to'pni o'z darvozasiga kiritib qo'ydi. Oradan 15 daqiqa o'tib, Eldor Shomurodov aniq pas bilan o'z jamoadoshini golli pozitsiyaga olib chiqdi va turk futbolchisi zarba berishda adashmadi. İstanbulliklarning 5-goli Ivan Bernich hisobiga yozildi. Yakuniy hisob 5-1. Uchrashuvning qolgan qismi mezbonlar ustunligida o'tdi. Bu g'alabadan keyin Nuri Shahin shogirdlari ochkolari sonini 23 taga yetkazib oldi va ochkolar hisobiga o'zidan yuqorida turgan Gaziantep hamda Kocaelispor bilan tenglashdi. Başakşehir to'plar nisbatiga ko'ra 7-o'ringa ko'tarildi. Endi Nuri Shahin shogirdlari mavsumning ikkinchi yarmida Yevrokuboklar yo'llanmasini qo'lga kiritish uchun kurashadi. Quvonarlisi esa Eldor Shomurodov to'p-urarlar poygasida 12 gol bilan yetakchilik mavqeini saqlab qoldi. Bundan tashqari 3 ta assistni qo'shib hisoblaganda 30 yoshli hujumchimiz Superliganing eng samarador o'yinchilari reytingida birinchi o'rinda bormoqda. Eldor Shomurodov Istanbul klubiga ko'chib o'tgandan beri 17 ta uchrashuvdan 11 tasida raqiblar darvozasini ishg'ol qilishni uddalab kelmoqda. Superliga kashfiyotiga aylangan Eldor Shomurodov bugunga qadar Beshiktosh, Alyanspor, Konyaspor, Galatasaray, Kocaelispor, Gençler Birligi, Trabzonspor, Kasimpasha, Gaziantep darvozalariga bittadan to'p kiritgan bo'lsa, Antalyaspor jamoasi darvozasini 2 bor ishg'ol qilgan. Abbosbek Fayzullayev ham muhim pallada jamoaning asosiy o'yinchilari qatoriga qo'shildi. 22 yoshli hujumkor futbolchimiz Superligada 9 ta uchrashuvda Kasimpasha va Gaziantep darvozalarini ojiz qoldirdi. Elit Osiyo Chempionlar Ligasi 6-turdan o'rin olgan Al-Ittihod Nasaf uchrashuvi oldidan musobaqa rasmiylari hamda ikki jamoa vakillari ishtirokida yig'ilish bo'lib o'tdi. Yig'ilish davomida bellashuvga oid tashkiliy masalalar muhokama qilindi. Shuningdek, uchrashuv uchun jamoalarning libos ranglari ham belgilandi. Mezbonlar Al-Ittihod sariq qora, Nasaf esa an'anaviy qizil rangdagi sport liboslarida maydonga tushadi. Eslatib o'tamiz, Nasaf Al-Ittihod bellashuvi bugun Toshkent vaqti bilan soat 23:15 da boshlanadi.